Optum bahada geldi bizlere. Polni Xitoydan konteyner bilan aldırdık. Az bahalarını işitsenge vapş hayran kalasızlar. Bu baha O'zbekistonda yok. Zapas 40 ham saldırganımız içine. Zapas 40. Ne de var bu nerse? Bize de var. Bahası 370'lik, 5 shumlik bo'ladi. Adnotkisi mis bo'ladi, garantiyasi 2 yil bo'ladi. Bahası 600 ming so'm. Kerakmi? Ho'ni prostorna so'zlarning bahasına tushib qolgan bu narsa. Aksiya bo'lsa, shunday bo'lishi kerak. 550'likini bahasına qarang, 550'likini. Adnotkisi mis. Zapas 40'lıkisi bilan beriladi. Bahasına qarang, 750 ming so'm. Bozorda shu narsa 1 million 950 ming so'm sotiladi. 250 ming so'm uyingizga foyda. 750'liki bahası 100 dolar satılıp turgan narsa 850 ming so'm. Adnotkisi mis hammasi, garantiyasi 2 yil. Shunday qarab kelib boradi. Zapas 40'lıkisi bilan beriladi. Bu yazını alıp koyasınız. 2-3 yildan keyin yetsa mabodo qo'ydirib berasiz. Ses chiqmaydi. 2026 yilning mahsuloti, garantiyasi 2 yil. O'zbekiston bo'ylab dastlab ketib beramiz. Bu bahoni, shuncha aytilgan bahoni. Bu og'zaki gap emas. 1 oy qo'yib beramiz. 1 oy bo'lganda bugungi chistadan chiqib ketsa, xudo xolasa, o'zlaringiz hisoblayverasizlar. Fevralni 15-dan 7da qo'yamiz. 15-fevraldan Polni O'zbekiston bo'ylab dastlab ketamiz. Mabodo gelip görüp olib kelaman deydigan bo'lsanglar, 4 kunlik firma do'kondan kelib olib ketasizlar, xudo xolasa. Telefon nomerlarini ekranda qo'yib qo'yamiz. Kimga qiziqarli bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar. Uyimga bir yaxshi nasos qo'ying, mana bu kontaktlarni almashtirib, uni prostolardan qo'yib jonivonni deyib ketdi degan klientlar uchun chiqarib turibmiz bu maxsus videoni. Shimga nomeradan bosaverasizlar, xudo xolasa.